Bir ormanda yaşagan di bulgan di 4 dost. Osman bitti. Vuf 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 vuf. Selam, min Akbay. Matilda. Bak 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 bak. Emin sarı ördek. Günlerden bir günni ormanga kış kelgan. Hem dostlar salkında yeri başlaganlar to'ng'ib. Nazlı bike ormanga chiqqan yeri bolirga. Hem ni ko'rsin? Min bir yerleri gördüm. Ha, bu neresi? Bu жылы. Bu bir yerler. Şundan kalayım. Bir kişi daha yok. Min turdum. Min tabak yapıştım kile. Beni şunlar kile. Hem Nazlı bike biyele işine kirib o'tirgan. O arada Akbay da ormanda yerga chiqqan. Vuf vuf vuf. Bigirrek salqin bu qish. Qo'ya qochirga bilmassin. Narsa bu? Bu bit biyalay. Jılıdır da hali, qarayım hali. Mening ishimda Nazlı bike yiqlab yotdi. Meningga qo'shilsam, u qarshi kelmasdir, degandi Akbay. Biyalay ishine kirganda o'tirgan. Shundan o'rmonda yerga chiqqan Matilda o'giz. Matilda kız. Bu neresi? Biyalay bit bu degan Matilda ham biyalayning ishin qaragan. Ulanga shunday жылы bo'lib ko'ringan. Matilda da biyalay ishine kirrenda qo'yam degan. Ham ulanda o'zin nishikda sıydirgan. Ham eng so'nggi biyalayni o'rdak topgan. Bu nersi? Yumshoq oqirisi. Munda bit mening do'stlarim yo'qli. To'xtali. Men de ularga qo'shilasım kele. Munda ozgina menga da o'rin bordir hali deb o'rdak o'zin kirtirganda biyalayni yiqqanda jibergan. Deb butun do'stlar quyilganlar da tishganlar biyalay ishidan. Mana senga biyalay xarab bo'ldi. Ne ishlaymiz endi? Aydagiz birgalab yana bir itizibіз. Aydagiz! Urra! Şulay aytib akiyat tamam. Do'stlar o'zlarining motor yurtlarin tizganlar. Ham u yurtda Neku. rahatlanib Bir baktı soğan. yashay boshlaganlar.